Hi everyone, welcome to High Language Training Center New Concept English Video Classroom, and I'm Ablajan. Today we will learn New Concept English Book 1, Lesson 31. Where is Sally? Savatlaşlı yaxşımızlar. Bugün şu yeni okum İngiliz tili birinci kısım, 31. ders. Where is Sally degan darsni o'rganmoqchi. Undaqda mush boshlasizlar. Bo'lsa shu dars o'rganayotgan vaqtingizda kitob oldingizda bo'lsin. Undan keyin mush kitob chiqqan muhim nuqtalar. Albatta bizningki mush so'zlash jarayonida nurg'un muhim nuqtalar bor. Bizningki ekranda PPT chiqib turuvchi. Shunga muhim nuqtalarni vaqtida xotirlab mansanglar. Undan keyin kim eng yaxshi, go'zal nefsalni xotirlab olsa, agar shuni rasmga tortib bizga aytib bersa, shularni tanlab eng yaxshi xotir qoldirish mukofotidan birini qilib, undan keyin sizlarga har xil mukofot buyurma va yoki shu bizningki hozir sin darslikka e'lanyotidi, vaqtida barbara to'liqlanib chiqyapti-ku. Shularniki sin darslikni mukofot qilib sizlarga so'qinmoqchi. Şuna bo'lsa, qanday desanglar, eng yaxshi bir xotir qoldirib qo'yinglar. O keyingi sizlarniki takror qilishingizda intayin muhim rol o'ynaydi-ku. Agar xotir qoldirmay keyin o'qiganda qilib o'tib ketsa, bu nima desanglar, o'rganish olmaydi. O'rganish degan cho'qim qanday desanglar, bo'lsa, kitob bo'lsin, xotir bo'lsin, undan keyin mo'shinadagi muhim mazmunlarni xotirlab qo'yinglar. Masalan, bugungi darsimizda oddiy hozirgi davomlashayotgan zaman chiqadi. Mush zamondan keyin ham muhim nuqtalar bor endi. Kitobda yo'q albatta. Mushlarni xotirlab bo'lsanglar, yana qayta ko'rishga, yana o'rganishga to'g'ri keladi. Shunga eng yaxshisi xotir qoldiringlar. Undan keyin kompyuter xotir qoldirib olsam bo'ldi-ku deyishing mumkin. Unda bo'lmaydi. Eng yaxshisi qog'oz, qalam orqali xotir qoldiringlar. Bu yana nima desanglar, kompyuter qarab olsanglar, balkim ko'zinglar og'irlik sababini va boshqa sababdan oningki keyinchi ko'rish nimalarni yaxshi bo'lmasligi mumkin-ku. Shunga o'zingizlar eng yaxshi ko'radigan rangni, eng yaxshi ko'radigan xotir shaklini topib, shuningga xotir qoldirib, shuni ko'p takrorlab tursanglar, menimcha ma'no unami sizlar odatdagi burunqi o'rganganlarning nechasi cho'qim yaxshi bo'ladi. Xo'sh, hamsa bugungi darsimizniki so'zlik keldi. Okay, endi birinchi so'zlik nima ekan? Birinchi so'zlik garden. All right? Birinchi so'zlik nima? Desanglar garden. Okay, endi bu yerga garden deganimiz nima desanglar, savodashlar, gulluk. Okay, garden. O'qiydilar? Garden. Okay, this is a garden. Good. Garden. Endi bu garden deganimiz nima desanglar, masalan, uyangdagi, oldidagi yoki masalan, gul dabi daraxtlarni o'stirib olgan shu gulluk nima deymiz? Garden deymiz. Va yoki biz Uyg'urlar bog' deb qo'yamiz-ku. Bizning oldidagi bog'da deb qo'yamiz. Shu garden shu. A garden. Okay. Ma'nimi garden. Garden. Onadagi ma gardenninki park bilan farq bor. Park deganimiz nima? P A R K. Park. Okay. Ana park deganimiz bog'cha. Masalan, xalq bog'chisi deymiz nima? Masalan, people's park. Bu cho'ng tipdagi bo'ladi. Ana ma garden deganimiz gullik. Masalan, mahallamizda bo'lamdi yoki o'zimizning shaxsiy gullik bo'lamdi. Shu gulliklarni nima der ekanmiz? Garden. Yana bir rabanglar garden, 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 garden yaxshi. Okay, garden deganimiz gullik. Nima? Gullik, garden. Ayt yaxshi. Garden. Keyingisi masalan tree. Okay, tree. Xo'sh, hamda tree deganimiz nima desanglar? Daraxt. Qarang nima ekan bu? Tree. Ama nima? Tree. Yaxshi, tree. Tree deganimiz nima desanglar? Daraxt. Endi mana bir jumla qarab boqinglar. There is a car under the tree. Okay, there is a car under the tree. Demak, there is bar. Shu odatda birlik ishlatamiz. Nima? There is a car. Bir mashina bor. Under ostida. Demak, the tree. Demak, daraxtning ostida bir mashina bor. Okay, there is a car under the tree. There is a car under the tree. Demak, daraxtning ostida nima? Bir mashina bor. Bir mashina bor. Okay. Misharki under deganimiz nima? Ostida.
Okay, under, astara. Okay, next one is climb. Xo'sh, ana climb deganimiz nima? Desanglar, yamashmaq. Okay, mushkay qilib qo'yibdi, yamish o'tibdi. Shunami? Climb, pandas. Okay. Ana pandas deganimiz nima? Desanglar, shu mushkay degan gap. Pandas. All right, climb. Ana bu climb talaffuz qilganda nima desanglar, keyingi b harfini qanday qilmaymiz? Talaffuz qilmaymiz. Buni climb emasmi? Climb. Okay, nima deydigimiz? Climb. All right, climb deganimiz nima? Yamashmaq. Climb. Okay. Bularni qanday qo'yibdi? Yamish o'tibdi. Qaranglar, and climb the tree. Okay. And climb the tree deganimizda daraxtga yamashmaq. Shunami? Tree deganimiz daraxt. And climb the mountain. Okay, and climb the mountain deganimiz tog'ga yamashmaq. Bu yerga mountain. Okay, mountain deganimiz tog'. Okay, climb the mountain. Okay, climb the mountain. Tog'ga yamashmaq. Climb the tree, daraxtga yamashmaq. Climb the mountain, tog'ga yamashmaq. And the king so'z nima desanglar? Who. Okay, who. Okay, and the who deganimiz nima desanglar? Kimo degan gap. Who. Yana birisi nima desanglar? How. Okay, how deganimiz nima desanglar? Qandoq degan gap. U qanday yozamiz? H-O-W. How. Okay. Ma'nimda o'qiymiz who. Aytyapsa kim degan gap bolalar. Endi amanda bir yumor bor ekan. Mushu Amerika Zongtong Obama, Yaponiyaning bosh vaziri Abe Shinzoni Amerikaga ziyoratga taklif qildi. Shuning bilan bu taklif qilgandan Abe Shinzo qattiq xo'sh bo'ldi, lekin yana bir tarafdan ansirabdi opla. Bu Obama bilan ko'rishib qolsam hamda bu inglizchamning nacharligi qanday bir paranglashami. Desa shuning bilan katibi secretary onun qanimda yo'l ko'rsatib desanglar, voy alilre vazir alilre unda nim qiyinchilik qilishlardan qat'iy hojat yo'q. Onun bilan ko'rishganda shu how are you deysiz, how are you degandan andan oh I'm fine thanks or men yaxshi thanks and you deydi, uniki me too desangizdan bo'ladi deydi ekanda. Ana me too deganimiz nima? Desanglar menmu degan gapchi unda. Deb qattiq o'gitib shuning bilan aeroplan Amerikaga kirib tushib Obama bilan ko'rishgan chaqda bu qattiq hayajonlanib asla how are you deymi deb how are you ahvolingiz qanday degan gap-ku. How are you deymi deb nima deb tursanglar who are you. Okay, endi bu yaponlikning bir xil tili qattiq qo'y endi. Masalan, yapon tilini ba'zi erlar gap qilgandan aytib bir xil keskin gap bo'ladi. Shuning bilan who are you debgan Obama Iran qilib bu chaqchaq qilayotgan o'xshaydi debchi. Obama o'zim intayin chaqchaqchi-ku endi. Voy chaqchaq qilayotgan o'xshaydi deb shuning bilan I am men bo'lsam husband degan yo'ldoshi of Michelle Obama. Okay, Michelle Obama degan Amerikaning birinchi davlat xonimi, Obamaning ayoli. Shuning bilan I am a husband of Michelle Obama. Men bo'lsam Michelle Obamaning eri. Michelle Obamaning yo'ldoshi deydi ekan. Shuning bilan Abe Shinzo qo'pab. Me too. Okay, menmu deydi ekan. Demak, endi nima desanglar, men yarik bir xato tushunishnaman. And who are you degan sizchimi degan gap. How are you deganimiz ahvolingiz qanday degan gap. Demak, endi bu yerga who are you bilan how are you nima qilib qo'yaman. I'm a husband of Michelle Obama. It's me too. Menmu shu Michelle Obamaning eri degan gapda endi defamda nakulga qolgani yumor qo'yam. Okay, demak who can no kimo yaxshimi? Who are you? Hey, who are you? Or sizchimi? Tushunami? Who are you? And who is your friend? Sizning do'stingiz kim? Tushunami? Who is your friend? Who's that woman? Ayol kimo? Ayol kimo? Tushunami? Who is that friend? And who are they? Ular kim? Tushunami? Who are they? Who are you? Who's your friend? Who's that woman? Degandek. Who. And the king's name is run.
Qaranglar var resimga. Run demiş ki tabıl adam yuguraydı. Şunama run. Run deganimiz nima? Masalan, yugurmak. Masalan, he runs every day. U har kuni qanday qildi yuguradi. Endi men oddiy hozirqisman qo'y, endi demak burunma qiladigan, hozirma qiladigan, ham kelgusimi qilish ehtimolli bo'lgan ishlar nima? Runs demakchi davomli. Shu ish harakat sizlarning odatingizga aylanib ketsa, nima dersanglar, shuni masalan he runs every day. U har kuni qanday qildi yuguradi. Menga every day, har kuni. He runs every day. U har kuni qanday qildi yuguradi. Endi menga after Hoş, and after deganimiz nima desanlar, keyin degan gap, tushunami? Ana run after bo'lsa-chi, keyinda yugurmak. Bu nima qo'g'lamoq degan gap, tushunami? Qaranglar. The cat is running after the mouse. And the cat, mushuk, is bo'lsa running after qo'g'layotidi the mouse. Chashqonni. Demakchi, mushuk chashqandan keyindan qo'g'layotidi. Hozir shunday qo'yilibdi-ku. And the cat is running after the mouse. The cat is running after the mouse. Mushuk chashqandan keyin qo'g'laydi. Endi ish qanday qiladi? Hamda mushukdan keyin qo'g'laydi, tushunami? Okay, keyingisi grass. Xo'sh, endi nima? Grass. Grass deganimiz chim, tushunami? Men putilmaylar nima ekan bolalar? Grass. Good. It's a grass. Xo'sh, endi grass deganimiz nima? Desanlar, shu chimliq degan gap. Bu nima desanlar? Grass. All of them grass. Qaranglar, we play golf on the grass. Okay, and we play, biz o'ynaymiz golf to'pi on the grass. Chimning ustida. Chimliqning ustida degan gap. On the grass. Yani we play golf on the grass. Nima? Biz chimliqning ustida nima o'ynaymiz? Golf to'p o'ynaymiz. We play golf on the grass. On the grass deganimiz chimliqda. Okay, next one, across. Across. Xo'sh, endi across deganimiz nima? Kesib o'tmak. Qanday demiş qo'yibdi? What are they doing? They're walking across. Nima? Across. And the walk across. And the kesib mangmak. And the kesib mangmak deganimiz nima? Masalan, ma bir yo'l bo'lgan bo'lsa, naq ma tarafdan a tarafga o'tish degani shu walk across. And run across. Good. And run degani yugurmak. Run across kesib yugurmak, tushunami? And swim across. Kesib suv o'zmak. Demakchi daryoning ma qirg'idan a qirg'iga, tushunami? Across. Nima ekan? Swim across. Mana bu yerni yozib olamizda, mana. Walk across, run across, yana birisi swim across. Swim across.